Toshkent Krasnogorskka bo'lgan ustunovkamizni yakunladik. Toshkentda havo ancha edi, isib ketdi. Kelganimizda qor bor edi bu yerda. 4 kunda ishimizni tugatganimizcha havo ham isib ketdi. Bemalol futbolkada yursak ham sovqatlangan holatga kelib qoldik. Hozir sizlarga endi to'liq shu naveyslarimiz haqida ma'lumotlarni beramiz. Bu naveysimizni bundan 2 yil avval qilib bergan navesimizga bir xil holatda qilib dizaynlarni, ko'rinishlarni faqatgina uslinniy variantda qildik, ya'ni balkalari, yonrahorlari, yonlari, hamma gullarini avvalgidan ko'ra bagateroq ko'rinishga olish uchun hamma narsasini ideal holatda qilib va kattaroq holatda qilib ishlab berdi. Sababi bu joyimiz balandligi ham, eniga ham katta bo'lganligi uchun. Hop, razmerlarga keladigan bo'lsak, uzunligi 11 metr bo'ldi. Eniga 5,5 metr holatda qilib tayyorlab berildi. Devor holatlarini to'liq holatda leksan bilan yopib berdik. Mokra asfalt sveti to'qidan bo'ldi, salqin yaxshiroq bo'lishligi uchun. Xo'p, bu xonadonimizga aytib o'tganimiz yo'qda naves bu yerda yana bitta navesni hozir qilib berganmiz va ko'cha tarafda darvoza bunaqa agrejden ishlarni ham bitirib berganmiz. Naveslarimizda stoykalar ham bitta baho berasizlar. Eniga почти 55-60 sm tumbalanishlar. Bu har bitta tumbalarni ideal holatda qishlandi. Bu yerda eski holatda qo'yishgan granit bilan tekis holatda qilib ishlarni bitirib berildi har bittasiga. Alohida yonda ishlangan burchak gullarni ham kovunli holatda gullardan qo'yilgan. Va gullariga ko'rib turgan tilla ranglarni berildi. Bu navesimizni va bu tarafiga profildan qo'yib berganmiz. Sababi bu yerda gul ekamiz deyish dekorativni, shunda gullarni bemalol tarab, uzum ekishadimi, gul qilishadimi, nima qilsa ham bemalol bu yerga tarab qo'ysa, tok sifatida ham, so'kchek sifatida ham foydalansa bo'ladigan holatga keldi. Mana oldi ko'rinishlariga latoklarni qo'yib, ikkita stoykalarning orqa qismida suv tushadigan holatini ham qilib berilgan. Bu yerda navesimizni nima uchun stullarni katta va yaqin qo'ydik va bagati qalin holatda, uslinli holatda qildik. Sababi bu yerda shamol, birinchidan shamol kuchli bo'ladi va qor qalin yog'adi deyishdi. Shuning uchun hamma stoykalarni ham baquvvat holatda 8 ga 6 profilidan foydalanib ishlab berilgan. Xulosat, hamma narsani ideal holatda qilib ishlab o'tirilgan.